Samarqandda yengil atletika bo'yicha talaba yigit-qizlar o'rtasida Universiada sport musobaqalarining respublika final bosqichi bo'lib o'tdi. Unda 200 nafarga yaqin sportchi yosh 100, 200, 400, 800, 1,5 ming va 3000 metrga yugurish, uzunlikka va balandlikka sakrash hamda yadro uloqtirish bo'yicha o'zaro kuch sinashdi. Bellashuvlar qiziqarli, murosasiz kurashlarga boy bo'ldi. Kim chaqqon, epchil va tezkor bo'lsa, marra chizig'ini birinchi bo'lib bosib o'tdi. Sport malikasi hisoblangan yengil atletikaning eng nozik jihatlarini puxta o'zlashtirgan va yuqori tayyorgarlikka ega ishtirokchilar g'alabaga loyiq topildi. Bu musobaqada men 400 metr masofada 54.80 natija ko'rsatib birinchi o'rinda oldim. 200 metr masofaga ikkinchi o'rin bo'ldim. Natijam 24.33 natija ko'rsatdim. 4 ta 400 qizlar o'rtasida birinchi o'rinda oldik. Natijalarimiz bilan Samarqand komanda birinchi o'rinda oladi degan umiddaman. Shunday qilib, qiziqarli bellashuvlar natijasiga ko'ra, qizlar o'rtasidagi estafeta yo'nalishida birinchi o'rinni samarqandlik talabalar qo'lga kiritgan bo'lsa, keyingi o'rinlar Namangan va Surxondaryodan kelgan nafosat malikalariga nasib etdi. O'g'il bolalar o'rtasidagi musobaqada Namangan viloyatidan kelgan sportchilar birinchi o'rinni band etgan bo'lsa, ikkinchi va uchinchi o'rinlarni Surxondaryo va Navoiy viloyati talabalari qo'lga kiritishdi. Bu musobaqadan biz juda ham xursand bo'ldik. Nafaqat birinchi o'rinni egalladik, balkim bu yerda ko'plab do'stlarni orttirdik va ko'plab yangi ko'rsatmalarni oldik va bu biz uchun juda ham qiziqarli bo'ldi. Samarqand bizga juda ham yoqdi. Biz uchun bu universiada juda ham ko'tarinki kayfiyatda va g'alabali o'tdi deb hisoblayman. Universiada o'yinlarining respublika final bosqichida muvaffaqiyat qozonib, g'olib va sovrindorlar qatoridan joy olgan barcha sportchilar diplom, medal va esdalik sovg'alari bilan munosib taqdirlanishdi.